Diff avtomatlarni kuchlanish relesiga o'xshab, kuchlanish oshsa himoya qiladi deb o'ylaydigan mijozlarimiz ham bor. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin vazifasi boshqa. Diff avtomatlari elektron bo'lsa, ichida platasi bo'ladi va mana shu platasi normal ishlashi uchun liniyadagi kuchlanish me'yorda bo'lishi kerak. Aytaylik, liniyadagi kuchlanish oshib ketsa, bu himoya qilib bilmaydigan kuchlanishga yetsa, liniyani uzib qo'yadi. Necha voltga o'tishi hammasida har xil. Ko'p holatlarda 275 volt atrofida liniyani uzishni boshlaydi. Shu sababli ba'zi hollarda buni kuchlanish relesini vazifasini bajaradi deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri. Kuchlanish relesi liniyani doimiy nazorat qilib turadi. Me'yordan oshsa yoki tushsa uzadi, me'yorga qaytganda qaytib ulaydi. Bu esa o'zi himoya qilib bilmaydigan kuchlanishga chiqsa, liniyani uzadi, tamom. To kelib o'zingiz yoqmasangiz o'chiq turaveradi. Meni qo'limdagi Luma Diff avtomat ham xuddi shunday ishlaydigan model. Bu qaysidir ma'noda foydali. Liniyamizda kuchlanish relesi bo'lmasa, bu qo'shimcha himoya beradi. Undan tashqari, bu Diff avtomatlarning yaxshi tomoni nimadan o'chganligini oson bilib olsa bo'ladi. Aytaylik, tok utechka bo'ldi. Shunday qaraymiz. Mana bu ko'k knopkasi chiqib qolsa, bu tok utechkadan o'chirganligini bildiradi va yoqib bilmaymiz. To mana shu knopkasini bosmasak. Qisqa tashuvdan o'chirgan bo'lsa, shunday o'zi tushib qoladi. Mana shundan bilib olamiz. Bu qisqacha videoda mana shuni tushuntirmoqchi edim. Savollar qolgan bo'lsa, izohga yozishlaringiz mumkin.